Lager qurbonlariga oid e'lon qilingan bir parcha hujjatga qaraganda, Sharqi Turkistonda bir ayol bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqqanligi uchun 19 yillik kesilgan. Aysa Yusuf Alptikin vaqfining raisi doktor Ömerqul ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan ikki parcha hujjatda ko'rsatilishicha, Targ'abatay viloyati Qubuqsar Mo'ng'ul avtonom noyasi Mögti yesining turg'uni Erlan Qabadan asabiylikni ishiltib qonunga buzg'unchilik qilish, jidal chiqarib qalaymaqonchilik tug'dirish jinoyati bilan jazoga tortilgan va o'xshash jinoyat bilan 2019-yili 14-iyun Qubuqsar noyalik xalq sudi tarafidan 19 yillik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Atalmish Şinjan qurbonlari Sandeni nomli tashkilotning Twitter hisobida ko'rsatilishicha, Erlan Qabadanning Qozog'istondagi urug' tuqqanlari bayroq chiqarish murosimiga yog'liq ortib chiqish, uni 19 yillik kesilishiga sabab bo'lgan atalmish jinoyat ekanligini bildirgan. Xitoyning Xubey o'lkasining Wuhan shahrida paydo bo'lgan Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 3 milliondan oshib ketdi. Dunyo miqyosida yuqumdan qazo qilganlarning soni 200 mingdan oshdi. Dunyoni virus yuqumiga qarshi kechikib ogohlantirganidek, Xitoy nomuvofiq usullarni ishlatib mas'uliyatini yoshirishga boshladi. Germaniya ichki ishlar ministrligi Xitoy diplomatlarining Germaniyadagi yuqori darajalik byurokratlarni ta'sirlantirib, Beijingning virusni boshqarishiga qarata ijobiy baho bergizishga uringanligi dalillandi. Germaniya hukumati parlament a'zosi Margaret Boyce'ning savoliga avatgan javob xatida, biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy virus yuqumini boshqarishiga oid ijobiy baholarni bergizish uchun Germaniya doiralari bilan shaxsiy uchrashuvlarda bo'lganligini bilamiz deyildi va hukumatning bu talablarga qo'shilmaganligi bildirildi. Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi uchurning xato va mas'uliyatsizligini o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin ko'p ma'lumot berishdan o'zini ilib qochdi. Xitoyda Wuhan virusiga aloqador uchur tarqatgan 3 nafar faoliyatchi g'oyib bo'ldi. Ulardan 2 nafarining noma'lum bir joyda tutib turilayotganligi, birining oqibatining noma'lum ekanligi bildirildi. Yaqinlarining ta'minlagan uchuriga asoslanganda, Chaoyang shahridagi bu faoliyatchilarning soqchilar tomonidan tutib ketilganligi mo'ljallanmoqda. Izderga bo'lmagan bir faoliyatchining qarindishining bildirishicha, 2049-terminus nomli bir munbar qurib, hukumat qamal qilgan xabarlarni oshkorlagan 3 kishi 19-apreldan buyon yo'qolib ketgan. Ularning 2 nafarining qalaymaqonchilik va ig'vogarchilik keltirib chiqargan deb ayblanib, boshqa bir joyda nazarband qilinganligi, 26 yoshli yana bir faoliyatchining oqibatining noma'lum ekanligi o'tirg'a qo'yildi. Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchisi Changjiyi Avstraliyaning Amerikaga qo'shilib Xitoy virusining manbasini tekshirish chaqiriqiga inkos qaytardi. Changjiyi bu xil talabning boyqut qilishni keltirib chiqarganligini va Avstraliyaga yoshirin tahdid elib kelganligini aytdi. Bosh elchi mundaq dedi: Xitoy sayohatchilar Avstraliyaga berishdan burun boshqa tanlashlarni o'ylashi mumkin. U yana Xitoylarning Avstraliya uzum hariqini ichishni yoki bu davlatning go'sht sotib olishni to'xtatishi mumkinligini aytdi. Bosh elchi Changjiyi Avstraliya pul muomala obzorining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Agar ahvol nachar holatga tushib qolsa, kishilar biz nemishqa Xitoy bilan do'stona bo'lmagan davlatga berishimiz kerak deb o'ylaydi. Xitoy bosh elchisi yana bolalarini Avstraliyaga o'qishga avatgan oilalarning ularning qarorini qayta o'ylashadiganligini bildirdi. Avstraliya mustaqil xalqaro mutaxassislar tomonidan nima uchun Xitoyda bir yerlik yuqum bo'lgan Xitoy virusining dunyoviy vaboga aylanganligini tekshirishni talab qildi. Amerika prezidenti Donald Trump mundaq dedi: Biz Xitoyning qilayotgan ishlaridan rozi emas. Biz virus tunji qatim paydo bo'lgan joyda to'xtatilishi mumkin deb o'ylaymiz. Xitoy uni nihoyat tezla to'xtata oladi. Bu yuqum butun dunyoga tarqab ketolmaydi. Trump Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy virusiga qarshi turishdagi eng yangi taraqqiyotlarga baho berdi. Trump Amerikaning yuqum ahvolini yoshirganligi haqidagi savolga javob berib, "Mening birdan-bir deyalaydiganim, biz yuqum ahvolini nihoyat to'g'ri dokolat qilamiz. Agar boshqa davlatlarga qarasangiz Xitoy qarang. Meningcha ular to'g'ri sonni e'lon qilmaydi" dedi.